Assalomu alaykum. Bugun bizlar okklyuzion muammolarining klassifikatsiyasini ikkinchi qismini olyapmiz. Bu videoda bizlar skeletal muammolarni gaplashib o'tamiz. Agar siz birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, обязательно avval birinchi qismini ko'rib, tushunib, keyin bu videoga o'tsangiz ancha oson va qulay bo'ladi. Xo'p, biz boshlaymiz bo'lmasa. Skeletal muammolar xuddi shunaqa 3 ta tekislik bo'yicha biz diagnoz qo'yishimiz kerak. Sagital, vertikal va transversal tekislik bo'yicha. Xo'p, birinchi sagital tekislikdan boshlaymiz. Sagital tekislikda bizda qanaqa muammolar mavjud? Bu bimaksilar pragnatizm va bimaksilar retrognatizm. Ikkalasi birinchi klass anomaliyaga kiradi. Ikkinchi klass anomaliya bu maksilar pragnatizm, mandibular retrognatizm, ikkalasining kombinatsiyasi. Uchinchi klass maksilar retrognatizm, mandibular pragnatizm va ikkalasining kombinatsiyasi hisoblanadi. Xo'p, har birini hozir ko'rib chiqamiz. Bizda skeletal analiz qilishimiz uchun, skeletalga diagnoz qilishimiz uchun sagital tekislik bo'yicha bizga TRG rentgeni, to есть sefalo, bokovая sefalogramma kerak bo'ladi. O'shanda biza kalla asosiga nisbatan yuqori pastki jag o'zaro munosabatini o'lchay olamiz va o'shanga asoslanib biz diagnoz qo'ya olamiz. Xo'p, birinchi klass mana prezentatsiya ko'rib turganingizda qora liniya bu yuzdagi liniya, yuzli liniya, fatsialniy liniya hisoblanadi. O'shanga asoslanib biz diagnoz qo'yamiz. Ya'ni yuqori va pastki jami o'sha liniyada bir xil turishi kerak bo'ladi. Agar qaysidir oldinroq, orqaroq ketib qolsa, demak o'sha jag'da muammolar mavjud hisoblanadi. Tak, xo'p, birinchi klass anomaliyamiz. Agar bimaksilar retrognatizm, agar ikkala jag'imiz yuzga nisbatan orqada joylashgan bo'lsa va o'zaro munosabati saqlangan holda, ya'ni bir xil yuqori va pastki jag bir xil orqada bo'lsa, bu bimaksilar retrognatizm hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi turi esa agar ikkala jag'imiz ham yuzga nisbatan oldinda turgan bo'lsa, ya'ni bimaksilar pragnatizm, yuqori va pastki jag'imiz o'zaro nisbati yaxshi, lekin ikkalasi ham yuzga nisbatan oldinda turibdi. Buni qayda ko'rsak bo'ladi? Buni nigroid tiplarda ko'rsak bo'ladi. Ularning o'sha yuqori va pastki jag'i yuzga nisbatan ancha oldinda joylashgan bo'ladi, o'zaro munosabati. Xo'p, bu ular uchun norma hisoblanadi. Lekin agar yevropoid, aziyat tipga kirsak, u norma hisoblanmaydi. Demak, o'sha yuzimiz juda ham katta bo'lib ketib qoladi va xunuk ko'rinishi mumkin bo'ladi. Xo'p, mana hamma turlari birinchi klass, bimaksilar retrognatizm va bimaksilar pragnatizm. Birinchi klassning turlari. Xo'p, ikkinchi klass skeletal qanaqa bo'lishi mumkin? Birinchi turi bu maksilar pragnatizm, ya'ni yuqorgi jag'imiz haddan tashqari oldinda, yuzga nisbatan oldinda joylashgan bo'ladi. Demak, biza bunga o'zi ikkinchi klass skeletalni analiz qo'ya olamiz. Yoki ikkinchi turi bo'lishi mumkin. Ikkinchi turi bu mandibular retrognatizm hisoblanadi. Ya'ni pastki jag'imiz normadan orqada, to есть rivojlanishdan orqada qolib ketgan. O'shaning uchun dahanimiz lekin profil bo'yicha ikkala anomaliya bir xil ko'rinadi. Xuddi pastki jag'imiz orqada ko'rinishi mumkin bo'ladi profil jihatida. O'shaning uchun bizada avval muammoning lokalizatsiyasini, qayda joylashganini bilib olishimiz kerak. Yuqori jag'dan, pastki jag'dan. O'shanga qarab bizada plan lecheniya tuziladi. Yoki ikkalasining kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqori jag'imiz haddan tashqari oldinda pragnatizm va pastki jag'imiz orqada retrognatizm. O'shanda maksilar pragnatizm va mandibular retrognatizm degan diagnoz qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va 3 xil turi. 3 xil turida 3 xil davo turi bo'lishi mumkin bo'ladi. Masalan, maksilar pragnatizmda biz qanaqadir kamuflyaj qilib udaleniya bilan chiqib keta olsak, yoki idealnisi, конечно, xirurgiya, bu yuqori jag'ini orqaga tortish. Ikkinchi turda agar bola o'sadigan yoshda bo'lsa, biz har xil apparatlar yordamida pastki jag'ini o'stira olamiz. Va uchinchi turda katta ehtimol bilan xirurgический operatsiya qildirishimiz kerak bo'ladi, chunki yuqori va pastki jag'da ham muammolari mavjud bo'lgan bo'ladi. Xo'p, mana rentgenni ko'rishingiz mumkin. Profil bo'yicha shunaqa bo'linadi. Ikkalasi, ikkita xil rentgen, lekin ikkalasi profili bir xil bo'lsa ham, muammosining lokalizatsiyasi ikki xil joyda. Bittasi yuqori jag'da, bittasi pastki jag'da. Xo'p, 3-klass. 3-klassimizda qanaqa turlari bor? Birinchi turi maksilar retrognatizm. Agar bizning yuqori jag'imiz rivojlanishdan orqada qolib ketgan bo'lsa, yuzdan orqada turibdi va pastki jag'imiz normadan, mandibular normagnatizm. Ikkinchi turi agar yuqori jag'imiz normada bo'lsa, maksilar normagnatizm va pastki jag'imiz haddan tashqari oldinda bo'lsa, mandibular pragnatizm.
maksilar normagnatizm, mandibular prognatizmda bo'lsa, profil jihatida ikkalasi bir xil ko'rinadi. To есть patsientda xuddi pastki jag'i oldinda chiqqandek ko'rinadi, lekin lokalizatsiyasi bilib olishimiz kerak. Yuqori jag'dami, yuqori jag' orqada ekanmi yoki pastki jag' oldinda ekanmi? O'shani bilib olsak, o'shanga qarab biz plan lechение tuzishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lishi mumkin, nima? Ikkalasini kombinatsiyasi, ya'ni yuqori jag'imiz orqada, pastki jag'imiz oldinda. Agar tushunayotgan bo'lsangiz, men faqat jag' deyapman. Chunki bu yerda tishlarga qaramaymiz. Umuman bizga tishlar qiziq emas. Tishlarga xohlagan munosabatda bo'lishi mumkin. 1, 2, 3, skeletalni xuddi shunaqa 1, 2, 3. Agar siz dentalningiz 1 bo'lsa, skeletalni 1 bo'lgani emas. Bu ikkalasi ikki xil dunyo, bir-biriga bog'lanmagan narsalar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ikki xil klassifikatsiya qilinadi. Va uchinchi turi o'sha maksilar retrognatizm, mandibular prognatizm. Uchalasini ko'ramiz. Uchalasi 3 xil plan lechение bo'ladi. Agar o'sha maksilar retrognatizmda bola o'saydigan yoshda bo'lsa, biz yuqori jag'iga stimul berib o'stira olamiz. Agar pastki jag'i haddan tashqari oldinda bo'lsa, biz uni xirurgik operatsiya qilib pastki jag'ni orqaga qilib kesib orqaga tortishimiz kerak bo'ladi yoki nigroid tipiga qilib yuqori jag'ni o'stirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi, lekin u paytda patsientga tushuntiramiz, profili o'zgarishi mumkin. Va uchinchi qismi, uchinchi turi yuqori pastki jag'da ham rivojlanishdan oldin ketib qolgan, orqada qolib ketgan. Bu katta ehtimol bilan xirurgik case bo'ladi. To есть ortognatik xirurgiya qilinishi kerak bo'ladi. Xo'p, mana patsientlarimizda ko'rinib turibdi. Profilda ham, TRG bo'yicha ham 3-klass. Har xil turi. Hammasi har xilda joylashgan. Bittasida yuqori jag'da muammo, bittasida pastki jag'da, bir xillarida ikkala jag'ida ham muammolar mavjud. Xo'p, ikkinchi tekstingiz bu transversal tekstlik bo'yicha. Bu yerda anomaliyalar turi ko'proq bo'lgan. Birinchisi bir tomonlama kesishgan prekus, unilateral crossbite. Ya'ni xuddi shunaqa muammo bizda dentalniy perikrosniy prekusda ham mavjud. Bir xil ko'rinadi. To есть yuqorgi tish qatorimiz pastki tish qatori ichida yotgan bo'ladi. Pastki tish qatorimiz oldinda chiqib qolgan bo'ladi. Xuddi shunaqa buni biz klassifikatsiya qilamiz. Bu dental sohadami yoki skeletal sohadami? Uning uchun bizga 3D rentgen kerak bo'ladi va 3D rentgenda biz jag'larni kengligini o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Normada pen analizi bo'yicha bizning yuqori jag'imiz pastki jag'dan 5 mm keng bo'lishi kerak bo'ladi. Agar shu munosabat buzilgan bo'lsa, demak biza skeletal analizda skeletal muammoni aytsak bo'ladi. Agar bu muammo saqlangan bo'lsa, lekin biz rasmni ko'ryapmiz, perikrosniy prekus bor, perikrosniy bor, lekin jag'larni normada. Demak bu dentalniy. Agar perikrosniy prekus bo'lib turib, jag'larni munosabati 5 mm kam bo'lsa, masalan 2 mm, 1 mm bo'lsa, bu demak jag'imiz tor. Jag'imizni kengaytirishimiz kerak bo'ladi. Breket yordamida davolayolmaymiz. Dentalni breket yordamida, eyeliner yordamida davolasak bo'ladi. Xo'p, mana patsientimizda ko'rinib turibdi, 10 tomonda kesishgan prekuslari bor. Yaxshigina bor. Xo'p, va mana rentgenda ko'rinib turibdi, yuqori jag'imiz bizani 66,5 mm, pastki jag'imiz bizani 67,5. Ya'ni pastki jag' ancha kengroq. Yuqori jag'da torlik bor. O'shaning uchun yuqori jag'ni biz kengaytirishimiz kerak bo'ladi. Bu skeletal sohada muammo. Xo'p, yo bo'lishi mumkin bilateral, ya'ni ikki tomonda ham kesishgan prekusimiz bo'lishi mumkin. Bu degan jag'imiz ikki tomoni ham bir xil toraygan. Mana patsientimizda ko'rinib turibdi, chapda ham, o'ng tomonda ham, ikki tomonda pastki tishlarimiz yuqori tishdan yopib turibdi. Lingual non-occlusion, ya'ni bizning yuqori jag'imiz haddan tashqari tor bo'lsa va pastki jag' haddan tashqari keng bo'lsa, xuddi yuqori jag' pastki jag' kelib qolgandek. O'shanda bizda qanaqa anomaliya? Bu xirurgik case hisoblanadi. Bu yerda bizning tilimizda makroglosiya, ya'ni tilimiz haddan tashqari katta bo'lishi mumkin. O'shaning uchun pastki jag'imizni kengaytirib olgan. O'shaning uchun yuqori jag'imiz kelib qolgan. Bunaqa patsientlar juda ham kam uchraydi, lekin uchrasa ham bu o'zi xirurgik case bo'lib qolishi mumkin. Tak, ikkinchi turi bu buccal non-occlusion, ya'ni yuqori jag'imiz haddan tashqari keng, pastki jag'imiz haddan tashqari tor. Bu ham xirurgik case va bunaqa patsientlarda ko'pincha kuzatishingiz mumkin. Pastki o'sha tilla mikroglosiya, ya'ni tilla hajmi juda ham kichkina va pastki jag'i o'shanga nisbatan kichkinalashib kirib qoladi yuqori jag'ga, kirishkadek. Oxirgi tekstlik bo'yicha, bu vertikal tekstlik bo'yicha bizda qanaqa muammolar mavjud? Bu skeletal ochiq prekus va skeletal chuqur prekus bo'ladi. Buni skeletalligini qanaqa bilamiz? Bizlar uchun
pastki jag'da orqa qismidagi shoxini uzunligi kerak bo'ladi va pastki 3dan 1 qismini yuzimizni uzunligi kerak bo'ladi. O'zaro munosabat agar buzilsa, bizada ochiq yoki chuqur prikus muammo kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Normada bizani orqa qismimiz oldingi qismga nisbatan salgina uzoqroq bo'lishi kerak bo'ladi. Agar shu munosabat buzilsa, muammolar kelib chiqadi. Masalan, agar shoximiz uzun bo'lsa, haddan tashqari uzun bo'lsa va yuzimizni pastdan 3 qismi, 3dan 1 qismi kichkina bo'lsa, bu bizada deep bite, ya'ni skeletal chuqur prikusga olib keladi. Mana rentgen bo'yicha ko'rsatilishi mumkin. Orqa qismi ancha yoki ikkalasi bir xil yoki ancha uzun ketgan bo'lsa. Ikkinchisi biza chuqur prikus. Agar chuqur prikus olmoqchi bo'lsak, bizada orqa qismi kalta bo'lishi kerak. Oldinga nisbatan oldingi pastki yuzimizni pastki 3dan 1 qismi ancha uzun bo'lishi kerak va yon qismidagi o'sha shoximiz ancha kalta bo'lsa, munosabat buziladi. Xuddi shunaqa va bizada skeletal ochiq prikus paydo bo'lib qoladi. O'shanda bemorda biza profilida ham o'zgarishlar ko'rishimiz mumkin. Pastki jag'i ancha pastga xuddi o'sgandek ko'rinishi mumkin bo'ladi. Bu agar skeletal ochiq prikus bo'lsa. Agar skeletal chuqur prikus bo'lsa, bizani xuddi tekis pastki jag'imiz tekis bo'lgandek ko'rinishi mumkin bo'ladi. Profilda o'zgarishlar bo'ladi обязательно. Mana tergida ham ko'rib turibmiz. Orqa qismi juda ham kichkina, oldingi qismi ancha uzun. Va shu hammasi bizani skeletal okklyuzion skeletal muammolarga kiradi, klassifikatsiyaga kiradi. O'shaning uchun skeletal muammolar ham xuddi shunaqa 3 ta tekislik bo'yicha biza ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi va 3 ta tekislik bo'yicha biza diagnostika qilishimiz kerak bo'ladi va muammoni yozib chiqamiz. Chunki hech qachon bizlarning bemorimiz agar suyak rivojlanishdan orqada qolsa, yo rivojlanishdan oldin ketib qolsa, bitta tekislik bo'yicha o'zgarmaydi, 3 ta tekislik bo'yicha ham o'zgaradi. O'shaning uchun klassifikatsiya juda ham muhim hisoblanadi ortodontiyada.